Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Minbar Tok shousining yangi soni efirda. Bugun jiddiy mavzuda gaplashamiz. O'zbekistonda cho'llanish va iqlim o'zgarishi yerni qanday qilib saqlab qolish mumkin? Albatta, bu mavzuga oydinlik kiritish maqsadida studiyamizda soha ekspertlari bor. Assalomu alaykum. Barchangizni ko'rganimizdan xursandmiz. Bugun insoniyat atrof-muhit, ekologiya bilan bog'liq ulkan sinov qarshisida turibdi. Iqlim o'zgarishi, atmosfera havosining ifloslanishi, suv tanqisligi, qurg'oqchilik, cho'llanish, o'simlik va hayvon turlarining kamayishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabi o'tkir ekologik muammolar butun insoniyatni, olimlarni o'yga toldirmoqda. Demak, bugungi mavzuyimizni diqqat bilan tomosha qilasiz. So'nggi 10 yilliklarda O'zbekistonda cho'llanish jarayonlari jiddiy tus olayapti. Albatta, cho'llanish global muammo. Buning asosiy sababi nimada? Uni qanday qilib bartaraf etish mumkin? Marhamat. Shuni aytishimiz kerak, global iqlim o'zgarishi butun dunyo hamjamiyatida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham cheklab o'tgani yo'q. So'nggi 50-60 yil davomida Markaziy Osiyoda muzliklarning hajmi qariyb 30-35% gacha qisqarganligini ko'rsatyapti. Bu ham albatta suv resurslarining ham cheklanishiga, tanqisligiga olib kelyapti. Ya'ni so'nggi mana 50-60 yil davomida respublikamizda ham suv resurslari taqchilligi kuzatilyapti. Bundan o'sha 50-60 yil oldin respublikamizda 64-65 milliard metr kub suv resurslaridan foydalanilgan bo'lsa, mana bugungi kunga kelib 52 milliard metr kub suv resurslaridan foydalanib kelinmoqda. Ushbu suvni o'sha 90-91% asosan qishloq xo'jaligida foydalanilyapti. Albatta, bu ham qishloq xo'jaligida mahsulotlar yetishtirishda suv resurslariga bo'lgan talabni oshishi, aholini tobora ko'payib borayotganligi, suv resurslari cheklanayotganligi davrida suv resurslariga bo'lgan talabni yanada ko'payishiga, suv taqchilligiga olib kelyapti. Endi shu narsani aytib o'tish kerak. So'nggi 10 yil davomida ham respublikamizda suv resurslari tobora talab yuqori bo'lib, aholi soni ko'payib borish hisobiga endi ushbu holatni yengillashtirish choralari ko'rib borilyapti. Bizda bir lavhamiz bor. Lavhani ko'ramiz va fikrlarda davom etamiz. Marhamat. Global iqlim o'zgarishi 21-asrning asosiy muammolaridan biri. Insoniyatning taraqqiyotga erishish yo'lida tabiatga nisbatan xo'jasizlarcha munosabatda bo'lishi atrof muhitdagi muvozanatning izdan chiqishiga sabab bo'layotir. Ob-havo va iqlim nima? Ob-havo ma'lum hududdagi atmosferaning 10-12 kilometr balandligida bir vaqtdagi bir kunlik fizik holatini ifodalaydi. Ob-havoning qator meteorologik kattaliklarga havo harorati, havo namligi, havo bosimi, shamol tezligi va yo'nalishi, bulutlar va turli atmosfera yog'inlari turi va jadalligi, nurli energiya va issiqlik oqimlari kabilar kiradi. Iqlim esa ma'lum bir hududdagi ob-havoning ko'p yillik rejimi bilan ifodalanib, joyning geografik kengligi, yer usti tuzilishi, orografik relyef, dengiz sathiga nisbatan balandligi, okeanga nisbatan uzoq yoki yaqinligi va boshqa qator omillar bilan aniqlanadi. Iqlim atamasi grekcha klima, ya'ni qiyalik ma'nosini, ya'ni quyosh nurlarining yerga tushgan paytda og'ish, tushish qiyaligini anglatadi. Bu atama Yunon astronomi tomonidan fanga kiritilgan. Iqlim quyosh atrofida harakatlanib turadigan yer sayyorasi yuzasiga yaqin bo'lgan atmosfera qobig'ining troposfera qatlamida ro'y beradigan tabiiy jarayonlar natijasidir. Iqlim fasllar bo'yicha o'zgarish xususiyatiga ega. Iqlimni hosil qiluvchi asosiy omil manba quyosh hisoblanadi. Yer yuzasiga tushadigan quyosh nurlarining tushish burchagi qancha katta bo'lsa, nurlarning issiqlik va yorug'lik darajasi, quvvati shuncha kuchli, aksincha bo'lsa shuncha kam va kuchsiz bo'ladi. Yerning yuzasida atmosfera yoki havo qoplami mavjud. Undan biz nafas olamiz va usiz yerda hayot bo'lishi mumkin emas. Har bir kishi bir necha kunduzda 1 kilogramm oziq-ovqat, 3 litr suv va 12 kilogramm havo iste'mol qiladi. Yer atmosferasi 20 ga yaqin gaz aralashmasidan tashkil topgan. Ularning asosiy qismi azot va kisloroddan hamda suv bug'i, ozon va mutlaq holatda turuvchi chang va boshqa aerozollardan iborat. Ob-havoni kuzatish meteorologik stansiyalarda olib boriladi. Meteorologik kuzatishlar kun davomida har 3 yoki 6 soatda olib boriladi. Bunday bir vaqtda olib borilgan kuzatishlar butun dunyo ob-havo xizmatining asosidir. Bunday prinsip meteorologik prognozlar tuzish va dovullardan ogohlantirish va global iqlim haqidagi bilimlarni to'ldirish uchun kerak. Shuni alohida aytish joizki, iqlimiy sharoit bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar ta'sirida tabiatning rivojlanish bosqichlarida o'zgarishlar bo'lib turgan. Bunga Antarktida materigi va Shpitsbergen orollarida mavjud bo'lgan ko'mir konlari hamda to'rtlamchi davrda ro'y bergan takroriy muzlanishlar davri inkor etib bo'lmaydigan dalillardir.
Olimlar iqlimiy jarayonlarda davriy o'zgarishlar mavjudligini ham e'tirof etadilar. Atmosferada issiqlik gazlari haddan tashqari ko'p miqdorda to'planishi dunyo miqyosidagi barqaror iqlim jarayonlarining o'zgarishiga olib kelmoqda. Ularning bunday g'ayritabiiy ko'payishi inson faoliyati, chunonchi energiya ishlab chiqarishda, kimyo sanoatida va boshqa ishlab chiqarishlarda neft, gaz va ko'mirdan haddan tashqari ko'p foydalanilishi natijasida yuz beradi. Miqdori yildan yilga ko'payib borayotgan asosiy issiqlik gazlari oksidlangan gaz va metan bo'lib, ma'lumki, metan tabiiy gazning asosiy elementi hisoblanadi. Ushbu gazlar atmosferada to'planib, sayyoraning qizigan sirti taratuvchi ortiqcha issiqlik kosmosga tarqalishiga yo'l qo'ymaydi va atmosferaning isishiga sabab bo'ladi. Iqlim o'zgarishi sababi hisoblangan issiqxona gazlari, suv bug'i, karbonat angidrid, metan, azot oksidi, gidroftoruglerodlar, perftoruglerodlar, oltin gurgut geksaftoridi yer o'z yuzasidagi infraqizil nurlarni fazoga qayta chiqarmaslik xususiyatiga ega. Ular yerni issiq ko'rpaga o'rab, issiqxona samarasini beradi va yerdagi haroratni saqlab turadi. Mazkur jarayon yerni hayot uchun yaroqli qiladi. Issiqxona gazlarisiz yer hozirgidan taxminan 30 darajaga sovuqroq bo'lar edi. Ammo afsuski, inson faoliyati natijasida atmosferaga yuqoridagi keltirib o'tilgan gazlar ko'plab chiqarilmoqda. So'zimni shundan lavhadagi fikrlardan boshlamoqchi edim. Insoniyat har doim o'zini oyog'iga o'zi bol urib kelgan. Bugungi jarayonga kelib qolishimizga ham asosan insoniyat o'zi sababchi. Mana shu ishlab chiqarish jarayonlarining kengayishi, sanoat rivojlanishi bugungi mana shu o'ylaymanki mutaxassislarimiz uni inkor qilishmaydi, o'sha iqlim isishiga sabab bo'lyapti. Ya'ni o'sha yerni 1 gradusi juda ko'p narsani hal qiladi. Mana shu muzliklarning erib ketishi, mana yaqinda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'qidik. Uzoqqa bormaylik, mayli. O'zimizni mana shu Markaziy Osiyo davlatlarini oladigan bo'lsak, bizga asosiy suv manbasi hisoblangan mana shu Tojikiston va Qirg'iziston tog'laridagi muzliklar hisoblanadi. Tojikistonning o'zini mutaxassislar aytayaptiki, so'nggi 50 yil, 60 yilda 30% erigan bo'lsa, hozir muzliklarimiz endi 2 baravarga tezlashdi. Internetda yozishyapti shu narsani. Bu degani mana shu 50-yillarga bormaydi bu muzliklar. Endi bu tasavvur qiling, bizni shuncha yil suv bilan ta'minlab kelgan manbayimiz agar yo'qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi bizni suv bilan ta'minlanish darajamiz yoki bo'lmasa shuncha rivojlanish, shuncha insoniyat bu Markaziy Osiyodagi. Endi tasavvur qilish o'zi dahshat. Endi shunaqa xulosaga kelish mumkinki, bugun tabiat insoniyat yo'rig'iga yurmayaptimi? Demak, biz majburmiz mana shu tabiatning injiqligiga moslashishga. Ya'ni, agar bugungi mavzudan kelib chiqadigan bo'lsak, mana shu suvga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirmas ekanmiz, bu masala gazak olgan masalaligicha, ya'ni muammoligicha qolib kelaveradi. Asosiy suvlarimiz qishloq xo'jaligiga yo'naltirilyapti, ya'ni o'sha 85-90% suvimiz qishloq xo'jaligida ishlatilyapti. Ya'ni o'sha aksariyat holatlarda hozir o'sha an'anaviy sug'orish usullaridan foydalanganligi uchun suvimizni, ya'ni bizga kirib kelayotgan o'sha 80%, 90% suvimizni asosiy qismi mana shu qishloq xo'jaligiga yo'naltirilyapti. Ana endi agar bugun zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy o'sha sug'orish usullariga o'tmaydigan bo'lsak, ertaga mana shu oziq-ovqat xavfsizligi masalasi ham bir so'roq ostida qolib ketishi mumkin. Ya'ni o'sha oziq-ovqat masalasi ham dunyoga qaram bo'lib qolishimiz yoki bo'lmasa juda ko'p masalalarda, ya'ni sanoatning rivojlanishi yoki bo'lmasa qishloq xo'jaligining o'sha bir maromda ketishida juda ko'p muammolar kelib chiqadi. Albatta endi ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin, aholini suv bilan ta'minlash unaqa muammo bo'lmasligi mumkin. Chunki respublikaga berilayotgan suv, ya'ni o'sha 51-52 milliard kub suvni bor yo'g'i 4% gina aholiga ichimlik suv sifatida beriladi. Mana so'nggi yillarda mana shu amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida sohada yiliga 8 milliard kubgacha suv iqtisod qilinyapti. Bu degani bize bu suvni, masalan agar suv ta'minoti misolida oladigan bo'lsak, mana shu 1 yil iqtisod qilingan suvni aholiga 4 yil berishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekiston aholisiga yiliga 2 milliard kub atrofida ichimlik suvi beriladi. Shuni biz mana shu iqtisod qilingan suvlar hisobidan 4 yil. Ya'ni aytmoqchimanki, men kimnidir vahmaga solish fikridan yiroqman. Aholini shu ichimlik suvi muammo bo'lmasligi mumkin, lekin boshqa sohalarni agar isloh qilmaydigan bo'lsak, bu soha ham vaqti kelib muammoga kirib qolishi ehtimoldan xoli emas. Rahmat. Bugungi kunda haqiqatda suv tejovchi texnologiyalar bizning hayotimizga kirib kelganiga bugun kirib kelmadi-da, uzoq yillar bo'ldi. Lekin bugungi kunda shundan foydalanayotgan issiqxona egalari yoki qishloq xo'jaligidagi o'sha fermer dehqonlarimiz kam. Juda ham ko'p deb bemalol ayta olmaymiz-da. Bu degani suv tejovchi texnologiyalar juda ham qimmat ekanligini ko'rsatarmikan degan savollar ham tug'ilishi tabiiy. To'g'rimi? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi mahsulot yetishtiruvchilari, ya'ni fermer hamda klaster korxona rahbarlari ular tomonidan texnologiyani joriy qilishda
ayrim muammolar yuzaga kelgan. Ushbu muammolarni bartaraf qilish, ularni iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 2019-yildan boshlab texnologiya joriy qilgan talabgorlarga subsidiya mablag'lari ajratilishi yo'lga qo'yildi. Men misol uchun aytaman, 2018-yilda respublikamizda 28 ming gektar maydonda suv tejash texnologiyalari joriy qilingan. Bu ya'ni sug'oriladigan maydonga nisbatan 1% ni ham tashkil qilmagan. O'sha davrda respublikamizda bor yo'g'i 3 ta mahalliy ishlab chiqaruvchi korxona bo'lgan. Asosiy mahsulotlar Turkiya, Xitoy davlatlaridan yetkazilgan. Ya'ni qimmat bizga yetkazib kelishi bilan yetkazib berish xarajatlari bilan qimmatga tushgan. Hozirgi kunda mana 24-yil yakuniga kelib 25-yil davomida mana kuzatyapmiz. Respublikamizda 60 dan ortiq mahalliy ishlab chiqarish korxonalari bor. Bizda to'liq quvvatda ishlasa, yiliga gektariga 300 ming gektardan oshiq mahsulot ishlab chiqarish mumkin, butlovchi qismlarni ishlab chiqarish mumkin. Yana shuni aytish kerak, mana 24-yil yakuniga kelib 2 million gektardan oshiq maydonda zamonaviy suv tejash texnologiyalari joriy qilindi. Bu o'sha 30-yilgacha belgilangan rejani 50% bajarganligi axborot berilgan hukumatga. Davlatimiz rahbaridan topshiriq bo'ldi. Mana hamkasbimiz ham ta'kidlab o'tdi. Muzliklar yildan yilga qisqarib boryapti. Prognoz qilinyapti 50-yilga borib Amudaryo havzasida 15%, Sirdaryo havzasida 5% ga suv resurslari yanada kamayadi, taqchilligi kuzatiladi. Ushbu holatlardan kelib chiqib, davlatimiz rahbarining tashabbus bilan chiqdiki, 2023-yilda saylovoldi targ'ibot dasturida ham belgilangan 2030-yilgacha endi biz kuta olmaymiz 50% maydonda suv tejash texnologiya joriy qilish. Endi biz to'liq maydonlarda suv tejash texnologiyalari joriy qilishimiz kerak degan bir vazifalarni ham yuklab berdi. Shu narsani ta'kidlash kerak, 2019-20-yillarda ham gektariga 22-25 million so'mdan tomchilatib sug'orish texnologiyasi haqida gap ketyapti. Fermer xo'jaliklari o'z hisobidan, kredit mablag'lari hisobidan joriy qilingan. Shu mahalliylashtirish hisobiga o'zimizda mahalliy ishlab chiqarish, qishloq xo'jalik mahsulot yetishtiruvchilarini qo'llab-quvvatlash, subsidiyalar berish, imtiyozli kredit mablag'larini ajratish hisobiga mana bugungi kunda ham gektariga 25 million so'mdan subsidiya mablag'lari ajratilyapti. Ya'ni o'sha narx-navoni maromda ushlab qolish hisobiga, chetdan kelayotgan mahsulotlarni o'rniga o'zimizda ishlab chiqarish hisobiga 15-25% gacha narx kamaydi. Ya'ni 7-8 million so'm arzonlashganligini ko'rsatyapti. Endi bu yerda texnologiyaning har xil turi bor. Tomchilatib, yomg'irlatib, egiluvchan quvur orqali agarda sug'organda ham 10 gektarni maksimal 20 gektarni ko'chirib sug'orish mumkin egiluvchan quvurlar orqali. Buni ham narx-navosi undaqa qimmat emas, 7 million, 8 million so'mga joriy qiladi. O'sha suv tejash texnologiya joriy qilganda yer solig'idan 5 yilgacha soliq kodeks 428-moddasi bilan belgilab qo'yilgan. Fermer xo'jaliklariga biz albatta saylov, targ'ibot, tashviqot ishlarida, seminarlarda aytib boryapmiz. Yana suv solig'idan agarda 24-yildan 100 so'm etib belgilangan bo'lsa, 25-yildan ushbu texnologiyani joriy qilmagan talabgorlarga 1/1 koeffitsiyentda, ya'ni 110 so'm suv solig'i jarimasi bilan qo'shimcha, ya'ni ko'proq to'lashga majbur bo'ladi. Agarda ushbu suv tejash texnologiyani joriy qilsa talabgor, u 0,7 koeffitsient, ya'ni 70 so'm. Agarda o'sha dalaga kirayotgan qulog'ini maxsus suv o'lchagich jihozlar bilan jihozlaydigan bo'lsa 0,5 koeffitsient, ya'ni 50 so'm suv solig'i to'lash imkoniyati bor. Bundan tashqari shuni aytish kerak va vaziyatdan foydalanib olishimiz kerak. Agrobank bilan hamkorlikda Suv kredit o'z platformasi ishlab chiqilgan. Ushbu platforma orqali 5 yilga 2 yil imtiyozli davr bilan talabgorlarga kredit mablag'lari ajratilyapti. Ya'ni 14% dan. Bugungi kunda 14% lik kredit mablag'i ikkita yo'nalishda ajratilyapti. Men bilishimcha, birinchisi talabalarga ta'lim krediti uchun 14%, dan ikkinchisi suv tejash texnologiya joriy qilmoqchi bo'lgan qishloq xo'jalik mahsulot yetishtiruvchilariga, boshqa tijorat taklifi bildirayotgan banklarda 14% lik kredit mablag'i yo'q. Bu Qoraqalpog'iston hamda Xorazm viloyat hududlarida 10% imtiyozli kredit mablag'lari ajratilishi yo'lga qo'yildi. Yana shu narsani aytish kerak, gektariga suv tejash texnologiya qimmat degan masalalar bo'lyapti, lekin bu yerda Qoraqalpog'iston hamda Xorazm viloyatida 23 million 400 ming so'mgacha, ya'ni 1.95 koeffitsiyentda qancha sifatli mahsulot qo'ysa subsidiya mablag'i berilyapti. O'rtacha 12 million so'mdan 23 million so'mgacha subsidiya mablag'i. Ya'ni o'sha 25 million xarajatini 90-95% ga qoplab olish imkoniyati yaratilgan. Qolgan hududlarda o'sha 8 million so'mdan 15 million so'mgacha gektariga qanchalik sifatli texnologiya joriy qiladigan bo'lsa, texnologiyani o'sha uni iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida suv tejash texnologiya joriy qilganda subsidiya mablag'i ajratilishi yo'lga qo'yildi. Eng asosiysi aytaman, suv tejash texnologiya joriy qilganda suvni 25, 50, 60% ga iqtisod qilishdan tashqari an'anaviy sug'organga nisbatan suv tejash texnologiya joriy qilganda 35-40%, ya'ni 30 sentner hosil olayotgan
paxtadan o'rtacha aytaylik fermer olayotgan bo'lsa 15-20 sentner ko'proq hosil olishi mumkin mana shu suv tejash texnologiyani joriy qilish hisobiga. Shu taraflarini, plyus taraflarini hisobiga ham targ'ib qilib qolamiz. 30-yilgacha to'liq maydonlarda suv tejash texnologiya joriy qilishimiz kerak. Bizda yana bir lavhamiz bor, monitorga yuzlanamiz va lavhadan so'ng fikrlarda davom etamiz. Marhamat. Cho'llanish yerning ekin-ekilmaydigan yaroqsiz holga kelishi jarayonidir. Bunda qurg'oqchil iqlimli o'lkalarda ekologik tizimlar buziladi. Ulardagi organik hayotning barcha shakllari yomonlashadi. Bu dunyoni tabiiy iqtisodiy inqirozga olib keladi. Cho'llanish qashshoqlikni keltirib chiqaradi va hozir yaxshi yashayotgan 3,2 milliard odam yaqin kelajakda oziq-ovqat tanqisligidan aziyat chekishiga sabab bo'lishi mumkin. Har yili dunyo bo'ylab 12 million gektar, bir daqiqada esa 23 gektar yer cho'llanadi. O'zbekistonda esa har daqiqada 9 kvadrat metr hudud cho'llanib boryapti. Hozir yer yuzining 75% cho'llangan. Agar bu tahdid davom etaversa, 2050-yilga borib, yer yuzining 95% yaroqsiz holga keladi. Hozir aytilmoqchiki, mana O'zbekiston agar yanglishmasam, mana shu hududida 80 ga yaqin quruq va ho'l mevani yetishtirib, mana shu holatda 80 ga yaqin 180 ga yaqin mamlakatga eksport qiladi ho'l va quruq mevani. Mana shu holatda agarda biz cho'llanishga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirmasak, mana bu holatga agar kelib qoladigan bo'lsa, ana shu eksport hajmimiz orqaga ketib qolishi mumkin, kamayib ketishi mumkin salmon. O'zbekistonda cho'llanishga qarshi davlat siyosati qanday amalga oshirilyapti? Shular haqida ham gaplashaylik, marhamat. Demak, dastavval cho'llanish to'g'risida gap bo'ldi, masala bo'ldi. Hamkasblarimiz juda to'g'ri fikrlarni aytdi. Suv asosiy masala, unsur hayotimiz uchun kerakli narsa, lekin cho'llanish jarayonining paydo bo'lishi dastlabki savol juda o'rinli bo'ldi. Qanday paydo bo'ldi, nimaga? Bu yerda endi asosiy yo'nalishlar bor. Eng asosiysi endi bir so'z bilan aytganda global iqlim o'zgarishi uning salbiy ta'siri bo'lsa, ikkinchisi antropogen ta'sirlar, ya'ni hayotimiz, ijtimoiy iqtisodiy hayotimizda insoniyat yashayapti-ku, ijtimoiy iqtisodiy jihatdan rivojlanishda davom etamiz. Hali aytilgan hali ko'p fikrlar bildiriladi va tasdiqlaymiz shu vaqtgacha bo'lgan fikrlarni ham, chunki qurilishlar bor, boshqalar bor, bularga huquqiy jihatdan choralar ko'rilyapti, lekin o'sha cho'llangan hududlarni bir so'z bilan aytganda balansini yaratib qo'yishimiz kerak. Mana birgina misol, mana Afg'on shimoli, mana ilgari 25 martagacha takrorlanishlar soni bo'lgan bo'lsa, hozir 70 martaga ko'tarilgan yoki boshqa misollarni aytishimiz mumkin. Albatta hamkasblarimiz suv masalasi juda o'rinli fikrlarni aytib o'tishdi. Endi bu degradatsiya jarayoni ham oxirgi paytlarda tasvirdan ham ko'rdik, tezlashib jarayonlarni tezlashib bormoqda. Buni oldini olish eng asosiy vazifa. Ya'ni degradatsiya bu tog'li, cho'l, boshqa hududlarda o'sha tuproq g'ovokligini pasayishi, undagi mavjud ozuqa mikroelementlarning pasayishi va natijada o'simliklarning qurib yo'q bo'lib ketishi. Ya'ni o'sha yerda o'simlik va hayvonot olamining sekin-sekin yo'q bo'lishi natijasida bu cho'l hududlarimiz, degradatsiyaga uchragan hududlarimiz paydo bo'lmoqda. Albatta hali aytgandek, unga cho'llanishni, degradatsiyani oldini olish maqsadida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina Orol dengizining qurigan tubi va Orolbo'yi mintaqasida mana yashil qoplamalarning barpo etilishi. Bu yerda soha olimlari bilan birgalikda nafaqat har yili barpo etilayotgan. O'zingizga ham ma'lum, saksovul, cherkis, qandim, o'rmon kabi o'rmon hosil qiluvchi daraxt, butalar turlaridan tashqari mana yangidan misol uchun qoraburoq o'simligi, o'sha o'rmon hosil qiluvchi daraxtlar, butalar qatoriga kiritildi va har yili barpo etilib kelmoqda. Bugungacha salkam 2 million gektarda barpo etilgan bo'lsa, biz bu jarayonlarni yana jadallashtirmoqchimiz. Ya'ni Orolbo'yi mintaqasi deganda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy va Xorazm viloyatlari emas, bundan tashqari ham hududlarimiz bor. Misol uchun mana Surxondaryo viloyatida Termiz chegara hududlarimiz bor, yoki biz Jizzax viloyati Forish yoki boshqa hududlarimizda Qashqadaryoning Muborak tumani yoki o'sha har bir hududni
cho'l hududlari bu elektron xaritaga tushirilib umumiy holatda ularni holati aniqlangan. Endi bularga aniqlab buni qilgan ishimiz bilan emas, qilayotgan ishimiz bilan maqtanishimiz va bundan keyingi qiladigan ishlarimizni yanada jadallashtirishimiz zarur bo'ladi. Barpo etilayotgan o'rmonlarimizni yanada ko'paytirdik. Ya'ni 250 ming gektarga oshirdik. Ya'ni 2025-2030 yillarda 1,5 million gektarda o'sha cho'l hududlarida cho'llanishga qarshi o'sha yashil qoplamalar barpo etishni ko'zda tutganmiz. Rahmat. Orol hududiga saksovullar ekildi, yanglishmasak. Qanchasi hosil berdi? Demak, o'sha tutib ketdi, yashab ketdi degan fikrni so'ramoqchiman, chunki juda ham qishning ayozli kunlarida ekilar ekan bu saksovullar va ko'p sonli insonlarni, juda ham katta texnikalarni yordamida saksovullar ekildi va necha foizi u yerda yashab ketdi? Shular haqida ham ma'lumotlar bormi bizda? Har yili monitoring natijalari olib boriladi, kuzatuv jarayoni olib boriladi. Bilasizmi, 2018-yilda yoppasiga yashil qoplamalar barpo etish ishlari boshlangan bo'lsa, bunda nafaqat o'rmon xo'jaligi xodimlari yoki olimlar, bunda mahalliy hokimliklar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, butun respublika birlashdi desam xato qilmayman. 2018 ko'ngillilar, yoshlar juda ham ko'p edi u yerda. Albatta juda ko'p, yildan yilga ko'payib bormoqda. O'sha har yil tashriflar doirasida bundan keyingi tadbirlarni yanada kuchaytirganmiz va o'sha barpo etilgan o'rmonlar ham barchamizniki, butun O'zbekiston birlashdi va birgalikda o'sha ko'ngillilar, volontyorlar, suv xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi hamma soha birlashdi. Bunda kerak bo'lsa jurnalistlarimiz ham tashrif juda ko'p bo'ldi, yoritildi. Endi men nima demoqchiman, shu har yili barpo etilayotgan 200 ming, 250 ming gektarga chiqdi. Hozir o'rmonlar yashil qoplamalar barpo etyapmiz. Shu o'rmon barpo etishlarining albatta bizga natijasi muhim. Biz ekdik bo'ldi emas, undan keyingi natijasi muhim. Har yili 2 marta o'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti olimlar bilan birgalikda tuproqshunosligi, agrokimiya sohasi, qishloq xo'jaligi hamma kadastr sohasidagi hamma olimlar ishchi guruh tuzilib o'rganib ishlar olib boriladi. Bunda hamma yo'nalishlarda bor. Alohida e'tibor qaratishingizni so'rardim. O'sha yashil qoplama, ya'ni himoya o'rmonlarini barpo etishda o'sha innovatsion usullardan ham keng foydalanyapti. Ya'ni agroparvoz texnologiyasi keng foydalanyapti. Ya'ni motodelta planlardan foydalanib, urug'lar granula qilingan holda o'sha havodan sepilib natijasi yaxshi bo'lyapti. Hali savolingizga keladigan bo'lsam, har yili shu hosildorlik yaxshimi? 2018-yilda ekkan o'rmonlarimiz o'tgan yildan boshlab, undan oldingi yil ham kerak bo'lsa, hosil berib boshladi. Cho'lda saksovulli urug'ini yoki ko'chatini ekamiz, qolgani Allohdan so'raymiz. Nima demoqchiman? Cho'lda sug'orib bo'lmaydi. Tog'da yoki aholi yashash joylarida suv muammo bo'lib turgan bir paytda cho'lda o'sha yomg'ir qorlar hisobiga ular yashaydi. Saksovulni bo'yi 10 sm o'sadigan bo'lsa, ildizi 20 sm chuqurlikkacha ketadi. Men nima demoqchiman? O'sha saksovul qurg'oqchilik cho'l hududiga haqiqiy moslashgan o'simlik hisoblanadi. O'zi ildizi namlikni qidirib doim harakatda. O'zi harakat, yashash uchun kurash. Albatta, ana shu jarayonda qarang, o'rmon xo'jaligi, mahalliy aholi, Mo'ynoq aholisi ayniqsa juda faol ishtirok etishdi. Vaqta usulda, ya'ni o'sha joyda yotib, o'sha qum tagida kerak bo'lsa uylar yasab yoki qor uylarni yasab, u yerda oylab mehnat qilindi. Aynan o'sha noyabr oyida boshlanadigan bo'lsa, dekabr, yanvar, fevral aynan qishda ekiladi saksovul urug'i ham, ko'chati ham. Nimaga? Chunki tinim davrida ular nam paytda qum tagiga urug' yoki ko'chat qadalsa, ko'karuvchanligi erta bahorda yaxshi natija beradi. Shu nuqtai nazardan natija bo'layapti. Bu har yili davom etyapti. Bu masalan 24-yil noyabr oyida, oktyabr oyidan harakatlar boshlanadi. Tashkiliy ishlar, katta yuqori unumli traktorlar yoki motodelta planlar, kichik aviatsiya o'ta yengil, hammasi jalb qilinib tayyorgarlik bo'ladigan bo'lsa, noyabr aynan qish mavsumida boshlanib, qarang, bu oson emas, mehnat katta. Endi bu olimlar tomonidan tasdiqlangan bir o'sha huquqiy hujjat bor. O'shanda yozilganki, bu tavsiyalarda ham ma'lum, tog'li, cho'l, boshqa vodiy, to'qay hududlariga nisbatan cho'l hududi og'irligini hisobga olib, 1 gektarga ekilgan urug' yoki ko'chat ko'karuvchanligi ularga nisbatan nisbati hisoblangan. Ya'ni 45%, 50% bo'ladigan bo'lsa, masalan 1 gektarga 1000 ta ko'chat yoki urug' ekilgan bo'lsa, 50% ko'karib chiqsa, bu eng yaxshi deb baholangan. Yutuq bo'ladi demak. Eng yaxshi yutuq bo'lyapti va shu natijalarga hozirgi kunda erishib kelinmoqda. Tabiat va insoniyat har doim bir-biriga uzviy bog'liqda. Insoniyat tug'ilishda davom etadi. Bu degani rivojlanadi, texnologiya rivojlanadi va bevosita qurilishlar bo'lishi tabiiy holat va tabiatga jiddiy salbiy
ta'sir ko'rsatishi bu tabiiy holat. Biz oldini olish uchun taklif qilinayotgan narsalar haqida gapirganda asosan shu suv tejovchi texnologiyalarni va daraxtlarni taklif qilyapmiz-da. Umuman olganda har bitta fuqaromiz qila oladigan yana qaysi bir life hacklarni, tabiatni asrab qolish, qaysi ma'noda shu cho'llanishga qarshi kurashda o'zimizni oddiy fuqaro sifatida qanday bir yordamlarimizni taklif qila olamiz? Shular haqida ham gaplashaylik. Cho'llanish butun dunyoga tahdid solib turgan muammo hisoblanadi. Bu qanaqa joylarda rivojlanadi? Qurg'oqchilikka moyil qurg'oqchil hududlarda rivojlanadi. Bizni respublikamiz xuddi shunaqa joyga to'g'ri keladi. Nimaga deganda bor yo'g'i daryomiz mavjud. U ham suv kamayib ketyapti kundan kunga. Bu yerdan Afg'oniston hali kanal tarsa undan ham kamayapti degan gaplar bor hali. Endi mavjud resurslarni ko'paytirishimiz kerak. Mavjud resurslarni ko'paytirish uchun o'zi suv qayerdan keladi? Suv tog'dan keladi, to'g'rimi? Tog'li hududlarimiz bor. O'sha Sirdaryoga qo'shiladi, Amudaryoga qo'shiladi. Bu tomon Surxondaryo tog'laridan, bu yoqda vodiy tog'laridan Sirdaryoga qo'shiladi. Albatta o'rmon melioratsiya ishlarini rivojlantirishimiz kerak. Nima degani bu? Tog'larimizda archalar kamayib ketyapti. Bunga global issiq ham sabab, antropogen ta'sirlar sabab yo'qolib ketyapti. O'sha tog'li hududlarda o'rmon palaslarini archa bo'yicha kuchaytirish kerak. Nimaga bunaqa deyapman? Archa bu tog'dan tushadigan suvlarni pastga tushishni me'yorlashtirib turadi. Agar tasavvur qiling, tog'ning tepasida qor to'plandi-yu, hech nima bo'lmasa, yerga qanaqa tushadi? Agar archazor bo'lsa, qanaqa tushadi? Bir me'yorda tushishini yil davomida ta'minlab beradi. Bu albatta daryolarimizda suv ko'p bo'lishini ta'minlab beradi. Undan tashqari, mana cho'llanishni ko'p aytamiz. Cho'llanish deb ko'pchilik cho'llanish deganda cho'l chegaraning qo'shilib ketishini tushunadi-da. Cho'llanish respublikaning xohlagan joyda bo'lishi mumkin. Qayerda yashil qoplama kamaydi, suv havzalari kamayib ketdi, demak cho'llanib boshlaydi. Degradatsiyaga uchradi degan cho'llangan. Yashil qoplama kamaygan joyda shaharlarimizni o'zida ko'ring, qurilishlar ko'payib ketdi. Ko'p joyda hali ko'kalamzorlash ishlariga ham joy qolmayapti, torayib qolgan. O'shlarning hammasini hisobga olib, agar hamma joyda yashil qoplama me'yorda qiladigan bo'lsa, yerning ostidagi namlikni tepaga ushlab, tabiiy o'tlarning o'sishiga sharoit yaratib beradi. Tabiiy o'tlarning yerning yuzasida o'sishi bir katta ahamiyatga ega bo'lib, gumus qatlamini tuproqning yuzasida gumus qatlami paydo bo'lishini ta'minlab beradi. Gumus qatlami paydo bo'ldimi, u yerda albatta unumdor tuproq. Gumus bilan o'lchanadi unumdorlik har doim. Prezidentimizning yashil makon bo'yicha umummilliy dasturi o'z vaqtida qabul qilingan deyman, 21-yil dekabr oyidagi. O'shandan keyin yiliga necha million ko'chat ekish ishlari amalga oshirilmoqda-da. Agar o'sha tadbirlar amalga oshmaganda edi, hozir ahvolimiz yaxshi bo'lmasdi. Mana shuni oqibatda ko'p ko'kalamzorlash ishlari rivojlanib qoldi hamma joyda. Undan tashqari Zafar aka aytib o'tdilar, mana Orol bo'yicha ko'p aytib o'tdilar, nima bo'yicha bitta saksovulning o'zi 1,5 tonnadan 3 tonnagacha qumni o'zining nimasi ildizi orqali ushlab turar ekan. Ushlab turib degani bitta qum emas u yerda. Har xil tuzlar ham bor-da, zararli tuzlar, boshqalar. Ularning uchishini ham to'sqinlik qiladi. Demak, saksovul qoplami Orol dengizi tubida qancha ko'paysa, tagida namlik ko'payadi-da, 1 yillik o't o'simliklari o'sib chiqishiga sharoit yaratiladi. U yaylov paydo bo'ldi degani. Keyinchalik yaylov paydo bo'lib kengayaversa, o'zidan o'zi mana Zafar akam aytdilar, 18-yilda 2019-yilda ekilgan saksovullar o'zi urug'ini sochib boshladi-da. Urug'ini sochgan sayin u ko'payadi. O'zidan o'zi ko'payadi-da u yoqqa. U demak qancha yashil baribir yashillik hamrohimiz bo'ladi-da. Bu yerda mana iqlim o'zgarishi asosiy mavzuga keladi. Haqiqatan bu akamiz aytib o'tdi, 1 gradus haroratning ortishi bu iqlimda ancha keskin o'zgarishga olib kelinadi. Biz O'zbekiston kontinent, ya'ni quruq iqlim sharoitida joylashganmiz. Dengiz bo'yi hududi bilan agar quruqlik ichkarisida joylashgan O'zbekistonni taqqoslaydigan bo'lsak, bu yerda iqlimda suv muammosini hal qilish avvalambor ishlab chiqarish bilan bog'liq. Ishlab chiqarish jarayoni, masalan, Markaziy Osiyo mintaqasi barcha tomondan tog'lar bilan o'ralgan. Bizda ishlab chiqarilayotgan barcha atmosferaga ko'tarilayotgan zararli moddalar chiqib ketish kam. Daryo orqali chiqib ketadigan desak, barcha daryolarimiz ham bir havzada joylashgan, ya'ni Markaziy Osiyodan tashqariga chiqib keta olmaydi. Barcha zararli moddalar o'zimizda saqlanib qolinaveradi. Shu bois birinchi navbatda ishlab chiqarish korxonalarini albatta toza
ekologik holatga o'tkazishimiz kerak. Bu masalan mana hozirgi kunda tez kuzatilyapti. Masalan, Toshkent shahrini chang ob-havosining qoplanishi. Bu haqiqatdan cho'llanishning yaqqol ifodasi hisoblanadi. Aynan buni ishlab chiqarishni birdaniga yo'lga qo'yib bo'lmaydi, lekin bunga vaqt kerak. Buning uchun biz yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishimiz kerak. Aynan ekologik madaniyatni maktabdan boshlaydigan bo'lsak, toza saqlash avj oladi. Masalan, hozirgi kunda Toshkent shahrining qayerni ko'rmang, nafaqat Toshkent shahri, viloyatlarimizda ham musor tashlaydigan joylarga, chiqin tashlaydigan joylarga kam e'tibor berilyapti. Ya'ni xohlagan joyga tashlab ketiladi. Bu ham zararli modda chiqarib atmosferaga ko'tariladi. Ko'tarilish natijasida quyoshdan kelinayotgan nurlar albatta yerga isi bo'lgandan keyin qaytib chiqib ketish kerak, lekin o'sha zararli moddalar ozon qatlami tagida to'planyapti-da, yerdan ko'tarilayotgan gazlar chiqib keta olmayapti. Natijada issiqxona samarasini keltirib chiqaryapti. Bu parning effekti deyiladi. Bu iqlimning Markaziy Osiyoda qolgan hududlarga nisbatan bir muncha tez ko'tarib borilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu haqiqatan haroratning ko'tarilishi biz nafaqat qishloq xo'jaligi, balki aholi qatlamiga ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Rahmat. Arxitektura va shaharsozlik masalalari bo'yicha ham bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 2024-yilda may oyida chiqqan shaharsozlik normalarini, qoidalarini yangi nashrda ham turar joy, jamoat, sanoat binolari va ma'muriy binolar bo'yicha normalar, ko'kalamzorlashtirish normalari mavjud. Endi ba'zi hududlarda amal qilinadi, ba'zi hududlarda amal qilmaslik holatlari ham bor. Unga endi choralar ko'riladi iloji boricha. Keyin bitta masalasini ko'rib o'tadigan bo'lsak, turar joy binolarining oldidagi yashil hudud. O'rtacha 20% umumiy maydonni yoki 30% maydoni ko'kalamzorlashtirilishi kerak, ya'ni daraxt yoki yashil hudud. Demak, biz o'sha joyga o'zimiz ko'p qavatli uylarda turadigan bo'lsak, turar joy hududini ko'kalamzorlashtirish normasiga amal qiladigan bo'lsak, daraxt ekmoqchimiz, boshqa qilmoqchimiz. Endi bularga ham hozir savollar bordi shu yerda. Qanday qilib sug'orsak bo'ladi degan savol bor. O'sha muammosi borda, ko'p joylarda jarimalar kelib chiqishi, basseynni oddiygina yoki ko'chani suv sepganda ham jarimalar kelib chiqish masalalari bor. Masalan, o'zim ko'ngilli ravishda daraxt ekmoqchiman. Daraxtni bitta boshqaruv sertifikati, ya'ni JEK o'sha sug'orish kerakmi? JEKka a'zo bo'lmasdan shu vaqtgacha oddiy fuqaro sifatida. Oddiy fuqaro sifatida o'sha masalalarni ko'radigan bo'lsak, JEKka a'zo bo'lmasdan o'zim sug'oradigan bo'lsam, tabiiyki jarimasi bor. U yuqorida masalan 24:00 dan keyin ertalab soat 5gacha degan normasi, u normani amal qilish uchun ham o'sha hududni JEKka ulanmaganligi boshqa holatlari uchun hokimiyatga ariza berish kerak. Ularda ruxsati bilan shunaqa holatlar bo'lishi kerak ekan. Juda yaxshi mavzu ketyapti. Yaxshi narsani ko'tardingiz. Bugun albatta bizga bo'layotgan asosiy savollardan bittasi ham shu suv ta'minoti korxonasiga yashil makon, umuman o'zi ko'kalamzorlashtirish ishlarida suv muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bugun ayniqsa mana shu shahar sharoitida deyarli ichimlik suvidan boshqa suvni topib bo'lmayapti-da sug'orishga. Xo'p, nima uchun endi ichimlik suvidan foydalanishimiz kerak emas? Endi ochig'ini aytish kerak, bu o'zining nomi bilan ichimlik suvi. O'sha Vazirlar Mahkamasining 194-sonli qarorida ham aytilgan. Suvdan foydalanish mumkin, ichimlik suvidan, faqatgina o'sha aytganlaridek tungi 24:00 dan tongi 5:00 gacha. Ayni kecha kunduzda hozir o'zimiz tavsiya beryapmiz. Ya'ni juda ko'p e'tirozlar bo'lyapti. Biz kechqurun uxlaymizmi, sug'oramizmi yoki bo'lmasa u suv kimni hisobidan bo'ladi? Shunga o'xshagan juda ko'p savollar bo'lyapti. Bugun mana shu boshqaruv kompaniyalari o'zini zimmasiga olyapti. Aksariyat holatlarda o'sha yerto'lalardan suv chiqarib turib, ana uni boshqaruv kompaniyasi hisobidan to'lovi amalga oshirilyapti va kechqurun fuqarolarimiz o'zlari, ayniqsa bunda mahalla faollari juda ham jonbozlik ko'rsatishyapti, kechqurungi navbatchiliklarni yo'lga qo'yishyapti. Ya'ni o'sha fuqarolardan bo'layotgan e'tirozni bartaraf qilish uchun har bitta kerak bo'lsa o'sha yo'lakda, ko'p qavatli uylarda, yo'laklarda navbatchiliklar yo'lga qo'yildi. Bir nechta mahallada hozir mana o'zimiz guvohi bo'ldik. Boshlandi, endi Albatta, mana shu ortiqcha e'tiroz bo'lmasligi uchun men yuqorida ham aytib o'tdim, tabiatning injiqligiga biz moslashishga majburmiz. U agar insoniyat o'zini xohishi bilan ish qiladigan bo'lsa, biz hamma yoq dabdala qilib tashlaymiz agar. Majburmiz biz o'sha belgilangan me'yorlarga amal qilishga. Nima uchun bugun shunday holatlar bo'lmasa, qayerga murojaat qilsalar, mana shu jarayonga aniqlik kiritsalar bo'ladi, demak. Albatta, suv ta'minoti korxonalari shu tuman bo'limlariga murojaat qilsanglar, 4% miqdorda ichimlik suvi ketadi. Bu ozgina miqdor deb aytdingiz siz. Demak, shundan ichimlik suvidan foydalanadigan bo'lsa, unga katta jarimasi bor. Boshqaruv servis kompaniyasi a'zo bo'lmagan holatda aholi o'zi qanday? Siz ham mana shu hisoblagichni o'rnattirishingiz mumkin.
yerto'ladan chiqarib, o'zingizni nomingizga demak rasmiylashtirasiz bu narsani. Ana uni to'lovi ichgan suyingizga nisbatan arzon bo'ladi bu narsa. Baribir to'lovi bor. Hech narsa masalan suv tekinmas degan narsa ibora bugun globallashdi. Ya'ni o'sha muhim ahamiyatga ega. Hech qachon siz o'zingizdan o'zingiz ishlab chiqarilgan, unga pul sarflangan suvni hech qachon o'zingizdan o'zingiz olib sarflamaysiz. Keyin yana bitta narsa bor. O'sha irrigatsiya suvlari bo'lmagan joyda deyilgan. Agar ariq suvi o'tgan bo'lsa, vodoprovod suvidan foydalanishga ruxsat etilmaydi. Bitta narsani tushunib olish kerak. Hozir drenash tizimi menimcha hozir yo'q bo'lib ketgan. Albatta, shuning uchun men uni ortiqcha aralashtirayotganim yo'q. Keyin yana bitta muhim jihatga e'tibor berish kerak. Aksariyat mana shu hozirgi holatimiz shunaqaki, mana hozir sug'orish haqida ko'p gap ketyapti-yu, lekin aksariyat holatlarda tonnalab suvlarni shunchaki oqizib yuboryapmiz. Qaysi holatlarda? Mana hozir siz basseynlar haqida gapirdingiz. Basseynlarga taqiq qo'yilmagan, lekin tavsiya etiladigan shu tungi vaqtda to'ldirib olish. Nima uchun shlanklarga qarshi kurashilyapti? Shlanklar bu suvni bosimiga ta'sir qiladi. Hech qaysi inson masalan o'z holicha foydalanish, shlanklardan foydalanib xohlagancha suvni ishlatishga haqqi yo'q. Chunki uni o'z voshunchaligi qayerdadir kimlarnidir suvsiz qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu narsada jiddiy e'tibor berish kerak. Mana shu basseynlarda ishlatilgan suvlarni kerak bo'lsa shu sug'orishga ishlatishni tavsiya qilyapmiz biz. Turli yuvish, maishiy ehtiyojimizdan tashqari bo'lgan yuvish ishlariga, sug'orish ishlariga mana shu tonnalab suvlar ketib qolyapti basseyn orqasidan. Hozirgi basseynlarni ko'rsangiz 10 tonnagacha suv oladi. 10 tonna suvni shunchaki oqavaga, ya'ni kanalizatsiyaga oqizib yuborish qaysi vijdonga to'g'ri keladi? Agar bunaqasiga olib qaraydigan bo'lsangiz. To'g'ri savolni berdingiz. Siz haqqingiz bor. O'sha yerto'ladan suvni chiqarib, rasmiylashtirib foydalanishingiz mumkin. Sizda ishonch telefoni ham bormi? Ishonchlik bo'lsa, unda ham kunduz kuni sug'ora olmaysiz. Kechqurun sug'orasiz. Ishonchli bo'lib turib, kechqurun sug'organda ham ichimlik suvdan foydalanganlik to'g'risida jarima bor-ku. Unga taqiq hech qanaqa bo'lmaydi. Yo'q. Kechirasiz, demak noto'g'ri tushunibsiz. Ichimlik suvdan foydalanishingiz mumkin. Bu Vazirlar Mahkamasining o'sha 194-sonli qarorida belgilab qo'yilgan. Faqat o'sha tungi vaqtda sug'orish, dov-daraxtlar, u degani gektarlab yerni sug'orish kerak degani emas. Faqatgina o'sha oldingizdagi dov-daraxtlarni sanoqli ekinlarni sug'orishga ruxsat beriladi. Lekin u gektarlab yerni sug'orishga ruxsat berilmaydi ichimlik suvida. 2022-yildami ancha ko'p joylarda targ'ibot bo'ldi daraxtlar ekish bo'yicha. Endi lifehack bu aytganingiz tavsiyasi ko'p davlatlarda bor. Daraxt ekdi, keyin 3-4 yildan keyin yana bitta rasm qo'yapti, o'sha joy ko'kalamzor bo'lib ketganligi. O'sha lifehack yaxshiroq, chunki daraxt ekayotgan holatlarni rasm qo'yapti, ko'pchilik qarsak-chalayapti, lekin o'sha daraxtlarni ko'karib ketishdi. Kecha ham Namanganga borib kelgan, Namanganda qator yo'lida qator daraxtlar ekilgan, juda ko'p. Hammasi qurgan. Juda ko'p joy qurib ketgan. Yashil makon loyihasi doirasida haqiqatdan o'sha lifehack holatiga o'sha daraxtlar ekilgan holatlari va nechadir yildan keyin o'shalarga ko'karib ketib o'rmon yoki qanaqadir yashnab ketgan holatlarni qo'ysa, ularga masalan mukofot qanaqadir holatlar bo'layotgan bo'lsa yoki o'shalarni olqishlar holatlar bo'layotgan bo'lsa yaxshi. Lekin o'sha Namangan yo'ldagi holatlarda bochkalar qo'yilgan, sug'orish turbalari boshqalar o'rnatilganda, lekin unga mas'ullar qanaqadir vaqtida emas yoki yer resursi to'g'ri kelmaydimi, lekin million daraxtlar ekilgan yerda. Soni ko'p. Lekin ularni davom etib ketishi, qolgan nazorati bu qay darajadaligi noma'lum. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Daraxtlar ekilish haqida bizga ma'lumotlar aytiladi. Jahon tajribasida shundayda, qurigan daraxtlar haqida va qurigan shox-shabbalarni nima maqsadda ishlatilishi haqida monitoring o'rnatilgan, lekin bizda yo'q. Biz daraxtlar ekilgani haqida, necha tup daraxt ekilgani haqida bahor va kuz mavsumida xabardor bo'lamiz, lekin ularni qanchasi yashab ketganligi haqida ma'lumotlar yo'q. Va yana bir narsani so'ramoqchiman, O'zbekiston iqlim sharoitiga mos daraxtlar yaratilayaptimi olimlar tomonidan? Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida yaxshi fikrlar bildirildi. Million ko'chatlar ekilyapti. Tanqid oson. Bu yaxshi natijaga olib keladi. Lekin monitoring yo'q degan gapga ko'p ham qo'shila olmayman. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida mana yangi tizim joriy etildi desam ham bo'ladi. Mana o'rmon va yashil hududlarni ko'paytirish, cho'llanishga qarshi kurash agentligi mana yaqinda tashkil etildi. Xabaringlar bo'lsa, 90-sonli rahbarimiz farmonlari, 197-sonli qarorlari bilan men nima demoqchiman, haligi ko'p hududlarda, ko'p katta minbarlarda kerak bo'lsa muhokamalar bo'ldi. Mana bundan 2 yil oldin katta bir o'rganish, har yili o'rganish olib boriladi va bundan 2 yil oldingi o'sha natijani aytaman, 10 million dona ko'chatlar sug'orish tizimi yo'q bo'lgan. Noto'g'ri tuproq iqlim sharoitiga mos bo'lmagan daraxtlarni tanlash va boshqa sabablar tufayli
mas'ullarning e'tiborsizligi kerak bo'lsa Balki mutaxassislar ustiga kadrlar yetishmagandir. sababli o'sha 10 million dona ko'chatlarning nobud bo'lishi va u kompensatsiya sifatida keyingi mavsumda bu narsa qo'shib ekilishi belgilandi, bu narsa bajarildi. Hali aytganda millionlab ko'chatlarni ekilyapti, lekin u ekib qo'ygan bilan katta bo'lib qolmaydi. Uydagi farzandimiz ham hali tug'ilgandan keyin o'z-o'zidan katta bo'lmaydi. Shundan parvarish zarur bo'ladi. Bu bo'yicha o'sha hukumat va davlat rahbari nuqtai nazaridan keraklicha huquqiy hujjat yaratilgan. Bu mexanizm bosqichma-bosqich ketyapti. Rag'batlantirish tizimi ham bor. Faol ekolog yoki fidokorlik nuqtai nazaridan medallar, boshqalar yoki bir martalik pul mukofotlar hammasi joriy etilib, aksiyalar joriy etilyapti. Natija yomon emas. Men aytmoqchi bo'lganim, jamoatchilik nazorati juda muhim. Har yili monitoring tizimi olib borilib, Yashil makon eko platformasida monitoring tizimi yuritilyapti va qancha bo'ldi boshlanganiga? Yashil makon eko platformasi oxirgi 3 yildan beri yuritilyapti. Buni alohida e'tiborga oladigan tizimi hududlarda ekilgan ko'chatlar ekildimi, siz borib shu tomorqangiz, mayli tomorqadan tashqari yerda ekdingizmi, mahalliy hokimlik eko inspektor hududlarda shu joyni o'zida akt rasmiylashtirib, siz nomingizga kerak bo'lsa mas'ullikni belgilab qo'yadi. Qaysiki nuqtai nazardan manzili, mas'uli bilan. Bu yerda faqat jismoniy yuridik shaxslar emas, jismoniy shaxslar ham o'zini roli, o'rni bo'ladi. O'sha manzili bilan Yashil makon platformamizga kiritilyapti-da, keyingi bosqichda o'shaning natijasi eko inspektorlar joyida borib ko'rilyapti. Davlatimiz rahbari tomonidan bir qator, ya'ni 10 dan ortiq qaror va farmonlar tasdiqlandi. Mana shu respublikamizda suv resurslaridan samarali foydalanish, suv tejash texnologiyalari joriy qilish bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Qarorlar ijrosi yuzasidan, jumladan 2020-yilda davlatimiz rahbarining 60-24 sonli farmoni bilan belgilab qo'yildiki, 2030-yilga qadar o'sha sug'oriladigan maydonlarimiz jami 4 million 300 ming gektardan oshiq bo'ladigan bo'lsa, ushbu maydonlarni kamida 50%, ya'ni kamida 2 million gektar maydonda zamonaviy suv tejash texnologiyalari joriy qilish vazifalari yuklatilgan. Bu ham albatta suv resurslarini iqtisod qilish, samarali foydalanish maqsadida mazkur topshiriqlar ijrosi yuzasidan ham vazirlik tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Bevosita viloyat hokimliklari bilan birgalikda mana 2024-yil yakuniga kelib respublikamizda sug'oriladigan o'sha maydonlarga nisbatan topshiriq ijrosi 30-yilga qadar bajarilish kerak bo'lgan topshiriqlar 2024-yil yakuni bilan 2 million gektardan oshiq maydonlarda zamonaviy suv tejash texnologiyalari joriy qilindi. Bu texnologiya turlari asosan o'sha 563 ming gektardan oshiq maydonlarda tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilindi. Bu albatta asosiy ekin turlari paxta maydonlarida, bog', tog', manzarali ekinlarda ushbu tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilingan bo'lsa, 90 ming gektardan oshiq maydonlarda yomg'irlatib sug'orish, 1 million 200 ming gektardan oshiq maydonlarda o'sha bevosita yerlarni lazer tekislash ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari yana shuni aytib o'tishimiz kerak, egiluvchan qo'r hamda egatga plyonka to'shab sug'orishlari shu tadbirlar amalga oshirildi. Endi so'nggi mana 3 yilligini kuzatadigan bo'lsak, mana 25-yilda ham sug'orish davridamiz. Mana bevosita hozir sug'orishlar amalga oshirilyapti. Suv omborlarida suv resurslari o'tgan yilga nisbatan kamligi oydinlashyapti. Buni aholimiz ham bilib borishi, fermer xo'jaligi rahbarlari ham bilib borish kerak. Shundan kelib chiqib, zamonaviy mana bu suv tejash texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha ham bir qator ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Bizda yana bir lavhamiz bor. Lavhani ko'ramiz va fikrlarda davom etamiz. Hozirgi an'analarimiz qay darajada o'zgarishi mumkin deb hisoblaysiz? Shunisi ma'lumki, yer sharining ekologik vaziyati o'tgan asrga nisbatan misli ko'rilmagan darajada o'zgarishga ulgurishi bilan bir qatorda avlodlarning chinakamiga qarg'ishiga sabab bo'luvchi muammolarni ham vujudga keltirdi. Dunyoda aholi sonining o'sishi, fan va texnika taraqqiyoti, inson ehtiyojlarining ortishi oqibatida yer yuzida qator ekologik muammolar yuzaga keldi. Shu bois bugungi kunda sof tabiat haqida gap yuritish juda mushkul. Yer yuzidagi o'rmonlar ko'payish o'rniga tobora qisqarib bormoqda. Katta tabiiy hududlar dehqonchilik qilish maqsadida o'zlashtirildi. Tabiat va havo har xil chiqindi hamda gazlar bilan ifloslantirilmoqda. Bundan tashqari, tabiiy toshqinlar, o'rmon yong'inlari, chang bo'ronlari va boshqa tabiiy jarayonlar yuz bermoqda. Jahon yovvoyi tabiati Global Footprint Network jamg'armasi va Londonning zoolog jamiyati mutaxassislari hamkorlikda o'tkazgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, 1970-yildan buyon dunyoda yovvoyi hayvon va qushlarning soni 3000 turga, yirik sayyoraning indeksi esa 52%, ga, havo va quruqlikda yashaydigan jonivorlar turlari 76%, ga, yer usti va suvda kun kechiruvchilar soni esa 39% ga qisqargan. Har yili 11 million gektar tropik o'rmon kesilmoqda. Yo'qotishlar o'rmonlarni tiklash ishlariga nisbatan 10 barobar ko'proq. Har kuni atmosferaga 60 million tonnaga yaqin karbonat angidrid chiqariladi. Bu esa dunyo okeanidagi suv sathining ko'tarilishiga olib kelmoqda.
Ozon qatlamining yemirilishi, dunyo okeanining ifloslanishi, tuproq unumdorligi qatlamining yo'qolib borishi, tropik o'rmonlarning kesilishi, cho'llanish, suv manbalari va bexilma-xillikning kamayishi, maishiy chiqindilarning ko'payishi, kimyoviy toksik moddalarning zararsizlantirilishi kabi ekologik inqirozlar allaqachon bir davlat chegarasidan chiqib tom ma'nodagi global ekologik muammolarga aylanishga ulgurdi. Biz o'zimizdan keyingi avlodga qanday kelajakni meros qoldirmoqdamiz? Har safar bunday og'riqli savollar bizni qachongacha qiynab keladi degan savolni o'zimga beraman. Nahotki dunyoning hozirgi qiyofasi kundan kunga bundanda yomonlashib boraveradi-yu, biz insonlar shunchaki bir oddiy hodisadek bunga qarab turaveramiz. Sayyoradagi eng jiddiy ekologik muammolar qaysilar? Ular global isish, atmosferaning yemirilishi, havo va suvning ifloslanishi, o'simlik va hayvonot turlarining yo'qolib ketishi, chiqindilar oqibatida tabiatning ifloslanishi, jamiyat salomatligidagi muammolar, dunyo miqyosida yuqumli kasalliklarning ko'payishi, suv zaxiralarining kamayishi, muzliklarning erishi, cho'llanish. Haqiqatan ham kishilik jamiyati hozirgi kunda shunday ishlab chiqarish kuchlarini yaratganki, bu kuchlar yordamida tabiat bag'ridan millionlab tonna ruda, neft, ko'mir singari tabiiy qazilmalarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish, qayta ishlash va xalq xo'jaligining turli sohalarida qo'llash qudratiga ega. Bu tabiiy zaxiralarning ko'pchiligi tiklanmaydi va ular to'laligicha tugash oldida turganligi hech kimga sir emas. Agar biz tabiiy zaxiralarni ishlatishni shu yo'sinda davom ettirsak, oradan 40 yil o'tar o'tmas neft zaxiralari to'laligicha tugash hisob-kitob qilingan. Iqlimiy muammolar bu hammasi bugungi kunda global muammolar tarkibiga kirdi. Buni biz cho'llanishga qarshi kurashish masalasini oladigan bo'lsak yoki chang, qum, tuz bo'ronlarini olishimiz mumkin. Degradatsiya muammolari, qurg'oqchilik muammolari ham bugungi kunda juda katta bir muammo sifatida e'tirof etilyapti. Albatta bularni hal etishda, ularni salbiy oqibatlariga qarshi kurashishda insoniyat juda aqlli bo'lishi kerak. Eng avvalo mana shu resurslardan foydalanganda o'zimizda jaydari tilda aytganda isrofgarchiliklarni oldi olinishi kerak. Hozir hamkasblarimni fikrlarini eshitib shu narsaga yana bir amin bo'ldimki, biz ko'proq isrof degan tushunchani esdan chiqarib qo'yamiz. Bu yerda iqlimiy munosabatda insof qilishimiz kerak. Ya'ni iqlimiy adolat konsepsiyasi bo'lishi kerak. Biz kelajak avlodga nima qoldiramiz iqlimiy nuqtai nazardan? Biz xuddi shunaqangi iqlim qoldiramizmi, yo'qmi? Shu sababli iqlimiy muammolarga qarshi kurashishda eng avvalo bu xalqimizni ongini, tafakkurini ijobiy shakllantirishimiz kerak. Resurslarni asrab avaylashga va ulardan bor resurslardan oqilona foydalanishga o'rgatishimiz kerak va mana shunda o'zimizni iqlimiy adolat prinsiplarini qo'llashimiz kerak bo'ladi. Iqlimiy muammolar faqat bu cho'llanishdan yoki suv sohasidagi islohotlarni o'zi bilan cheklanib qolmaydi. Ya'ni bu iqlimiy muammolar bugungi kunda juda ko'p sohalarga kirib bordi. Buni biz sog'liqni saqlash sohasida ham ko'rishimiz mumkin. Xabarimiz bo'lmagan kasalliklar yuzaga kelyapti. Iqlim o'zgarishi oqibatida o'sha nafas yo'llari kasalliklari rivojlanib boryapti yoki migratsiya masalalaridagi muammolar yuzaga kelyapti. Migratsion harakatlar kuchayib ketyapti. Muammolarga qarshi kurashishda O'zbekiston nafaqat mahalliy darajada, balki xalqaro darajada ham bunga javob beryapti. Oxirgi 2-3 yil davomida Samarqand ekologik muammolar bo'yicha ekologik diplomatiya markazlariga aylandi desak ham bo'ladi. U yerda bir qator iqlimiy global yig'ilishlardan tortib xalqaro tadbirlargacha, forumlargacha o'tkazildi va mamlakatimizda iqlimiy muammolarga jiddiy bir e'tibor qaratayotganligini namoyish qildik va shu bilan birga rivojlangan mamlakatlarning innovatsiyalarni, innovatsion texnologiyalarni o'zimizda joriy qilish bo'yicha ham bir qator ishlarni amalga oshiryapmiz. Xususan mana yaqindagina qabul qilingan qonun, bu issiqxona gazlarini cheklash to'g'risidagi qonun aynan mana shu iqlim o'zgarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yirik sanoat obyektlarini zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga chaqiradigan va kompensatsion mexanizmlarni joriy etishga bir asosiy hujjat bo'lib xizmat qiladi. Bu yilda iqlim o'zgarishi bo'yicha milliy strategiyani ham qabul qilish ko'zda tutilgan va bu bo'yicha o'sha tegishli vazirlik idoralar bilan faol ishlar amalga oshirilmoqda. Rahmat. Mavzu juda yaxshi tanlangan. Demak, cho'llashish, o'rmonlarni barpo etish, buni hamma strelkalar suvga borib taqaladida.
Bu hozirgi nafaqat Markaziy Osiyoda, butun dunyodagi muammolardan biri. Endi mana o'zim tavsiyamda endi aksariyat hollarda, endi hamma demayman, endi ko'pchilik aholining yoki o'sha tengdoshlarimizni nimasida shunaqa tushuncha borki, tabiat menga nima berdi? Hozir unaqa shiorda yashash kerakmiz, biz tabiatga nima berdik? Yoki o'sha suvga bo'lgan munosabatda har bir inson o'zgartirish kerak deb o'ylayman-da. Tavsiya ham qilib qolaman, u ichimlik suvi bo'ladimi, zovur suvi bo'ladimi, boshqa suv bo'ladimi, uni iloji boricha asrab-avaylab ratsional foydalanish kerak-da. Agar shuni ratsional foydalanmasak, menimcha bu yaqin hozir 50-60 yillarga prognoz berishyapti. Bu undan ham vaqtliroq bu suv tanqisligi paydo bo'lishi ehtimol juda ham katta deb o'ylayman. Har qanday faoliyat, inson faoliyati uni manfaati uchun ko'zlangan bo'ladi. Lekin shu faoliyatda atrof muhitga ta'siri salbiy yoki ijobiy bo'lishi ehtimoli ko'proq bo'ladi. Davlat ekologiya ekspertizasi markazi bu borada shu yo'nalishda o'z ishini olib boryapti. Ya'ni nima masalada? Har qanday qurilishlar, har qanday faoliyatni ekologik ekspertizadan o'tkazish. U ekspertiza o'tkazayotgan jarayonda shu qonun talablari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari yoki prezident farmonlarini amalga oshirishni ko'zlayapti. Bulardan biri yaqinda chiqqan 90-qaror prezident farmoni. Bunda nima deyapti? Yashil makon umummilliy loyihasi. Bunda daraxtlarni ekish bilan birgalikda u daraxtlarni qanday ekilishi, qanday turlarni ekilishi, ularni yetishtirish, parvarishlash, keyinchalik ularni asrab avaylash to'g'risidagi yo'nalishlarni ko'zda tutyapmiz. Bundan tashqari har bir tashkilotlarni chang tozalash uskunalari bilan jihozlash. Borlarini 30-yilgacha 99.5% samaradorligi shunaqa bo'lgan chang tozalash uskunalari bilan jihozlash. Postlar o'rnatish, ya'ni kuzatuv postlarini o'rnatish. Bu borada hozirchalik birinchi va ikkinchi toifaga mansub korxonalarga tatbiq etilayotgan bo'lsa, keyinchalik boshqa korxonalarga ham tatbiq etish ko'zda tutilyapti. Bundan tashqari, oddiy qilib aytadiganimiz avtomobil yuvish shoxobchalarida lokal tozalash inshootlarini o'rnatish yoki dam olish oromgohlarida lokal tozalash, oqova suv tollarini tozalash inshootlarini o'rnatish va ularni nafaqat tindirgich sifatida foydalanish emas, uni samaradorligi yuqori bo'lgan uskunalar bilan boyitish ko'zda tutilyapti. Shularni biz talab qo'yamiz tadbirkorlarimizga, shularni qurilayotganda shu mo'ljallangan faoliyatda shularni nazarda tutishlarini biz maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan Minbar tok-shousining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Yana muhim mavzularda uchrashguncha omon bo'ling.